Bizdan keyingi ishtirokchimiz hozir yo'lda tasodifan uchratib qoldik. Dildorni. Dildor. Siz bilan Aldaqani? ha, aldaqani. Alda. Bilasiz, shartlarni ham bilasiz. Hayotim davomida hech kim aldamaganman lekin. Siz telefon qiladigan odamingiz Nozanin yoningiz. Bitta bola so'rab turibdi. Sizni tanishingiz ekan, mendan pul so'rayapti u. Taniysizmi shunaqa? Ismi G'afur. Uxlayotgan bo'lsalar. Alfbo tartibida gaplashasiz. Ko'tarmay, opa, turish yaxshi. Yana bir marta qilasiz. Bizada ikkinchi variant bor, B variant bor. Alo, Ayjon. Qaddasiz? Uyda nima qilyapsiz? Anaqa boshimni qizil rangga bo'yataylik, oyi, sochimni. Kimdansan? Turib miyangga nima urib qolyapsan? Dahshat bo'yagim kelyapti-da. Qizilga bo'yaging keladi. Oyi, men hazillashmayapman. Men ham senga hazillashmayapman. O'zi sen xohlayotgan narsalaring hech kim chegaradan chiqib ketyapti. O'zbekligingni yo'qotmasdan, o'zligingni yo'qotmasdan yur jimgina. Iltimos, ojon. Ani tegini kaskad qilib kesamiz-da, keyin men bu ora-oralarga sariqqa o'xshab qizil qo'ydiraylik. Yo'q, qayerdan sen kallingga kelib qoldi. Yulduz opalar ham chiroyli chiqadi dedi-da. Bu jimgina syomkangni qilmasam ketaymi? Men bir joydaman, uydaman. Oyi, iltimos, men hech narsaga ruxsat bermaysiz. Hamma narsaga zapret qo'yaverasiz. O'zingni yo'qotmasdan yurgin, oddiygina bo'lib. Men yaxshi ko'rmaysiz-da, bo'pti. Yaxshi ko'rganim uchun sanimda yomon yo'ldan qaytarib turaman. Eting endi. Yo'q. Agar stakan sovurganda so'kardilar. Rahmat. Sog' bo'linglar.